so'rayapman. Nima uchun masalan sizni zo'r kadr deb ko'rsata olaman? Agarda siz aynan ishlayotgan joyingiz uchun qanaqadir qiymat bera olmasangiz, qo'polroq aytsak, keraksiz insonsiz. Hozir O'zbekistonda ish topish qiyin deb o'ylaysizmi? Ish topish qiyin desak ham bo'ladi, oson desak ham bo'ladi. Amerikaga borish shart emas yoki Koreyaga borish shart emas. Shu yerning o'zida o'sha yerda topayotganidan balki undan ham ko'proq oylik yoki undan ham ko'proq mablag' topish imkoniyati ham bor. 7-sinfdan boshlab Hasan ingliz tili o'qituvchisi bo'lasan, ingliz tili, ona tili, tarix o'qisang bo'ldi yoki mana 3 ta fanda o'qisang bo'ldi. Fanda o'zi yetmayapti va cheklanib qolish yetmayapti. Masalan, hozirgi holatda juda ko'pchilik, men o'zim o'qish davrimda ham eslayman, juda ko'pchilik o'qishga kiradi va o'qish u uchun ish topib beradi degan xulosaga keladi. Men xususan o'zimda ham shunaqa bo'lgan. O'qishga kirdim, bo'ldi, men juda katta ishdan amalga oshirdim. Va endi menga o'qish o'zi diplom olsam bo'ldi, menga hamma yoq eshiklar ochiq degan xulosa bo'ladi. Kirgandan keyin qayerda ishlayman emas, balki men shu yerda ishlamoqchiman va shu yerda ishlash uchun menga qanaqa ko'nikmalar kerak bo'ladi aslida. Har bir inson dasturchi. Lekin men yillab kod yozishni o'rganmaganman. Dasturchi bo'lish uchun kod yozish shart emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz? Bugun samimiy bir suhbat uyushtirish maqsadida sizni davraga tortdim va kelganingiz uchun avvalambor rahmat. Lekin asosiy maqsad bu atrofimizda hozir muammo bo'lib kelayotgan va ko'pchilikni dolzarb qiynayotgan mavzu deb o'ylayman. Chunki men o'quvchilar va yoshlar o'rtasidagi ko'p munozarali va mendan ko'p so'raladigan savol, o'qishni bitirdim yoki mana o'qishga kirganimdan keyin ko'pincha o'qishni bitirish arafasida so'rashadi. Xo'p, men nimalarga e'tibor berishim kerak? Qayerga ishga kiraman? Qanday ish topaman? Ish topish qiyin-ku. Bir meni nazdimda cho'qqiga erishgan, ya'ni o'zini ishini zo'r uddalay olayotgan kadr sifatida yoshlar uchun o'z ko'nikmalaringizni, o'z bilimlaringizni ish topish va ishda bir cho'qqilarga erishish uchun nimalarga e'tibor berish muhimligini bugun bo'lishsangiz deb suhbatga tortdim. Katta rahmat. O'zi aslida juda u qadar katta ishlar qilmaganmiz, lekin shu birozgina bo'lsa-da tajriba o'laroq qanaqadir ko'nikmalarga yoki ish jarayonida shu to'g'ri ekan deb bilgan jihatlarimiz bor. O'ylab qarasam, misol uchun mana Unity'ga kelganimga 3 yildan ziyodroq vaqt bo'ldi. Ish jarayonlarida, boshqa holatlarda o'ylab qarasam, juda ko'p narsalarda menga bog'liq bo'lmagan vaziyatlar ham juda ko'p. Buni ham inobatga olish kerak, ya'ni taqdir deymiz yoki boshqa bir rizq deymiz, boshqa bir tarafdan. Shuni roli ham juda katta. Lekin biz tarafimizdan sababiyat qilgan sabablarimizdan o'ylab qaraydigan bo'lsak, balki shular ham rol o'ynagandir degan ma'noda aytsam bo'ladi. Masalan, hozirgi holatda juda ko'pchilik, men o'zim o'qish davrimda ham eslayman, juda ko'pchilik o'qishga kiradi va o'qish u uchun ish topib beradi degan xulosaga keladi. Men xususan o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Yaqin 2 yoki 3-kursdaligimgacha ham o'qishga kirdim, bo'ldi, men juda katta ishdan amalga oshirdim. Va endi menga o'qish o'zi diplom olsam bo'ldi, menga hamma yoq eshiklar ochiq degan xulosa bo'ladi. Lekin 4-kursga yetib borganimizda turli joylarga amaliyotga bordik. Ya'ni o'qishdan amaliyot qilish majburiyati bo'ladi. Misol uchun men yo'nalishim iqtisod bo'lgani uchun iqtisodiy yo'nalishlarda amaliyot qilganmiz va amaliyot jarayonida bildimki, agarda siz aynan ishlayotgan joyingiz uchun qanaqadir qiymat bera olmasangiz, ular uchun qo'polroq aytsak, keraksiz insonsiz. Misol uchun ularni qandaydir qiynayotgan muammosi bo'lishi mumkin. Yoki ularni qiymatini oshirish uchun nimalardir qila olishingiz muhimroq. Siz qiymat desmoqchisiz. Qiymat berish evaziga qiymat olamiz. Shuning uchun o'qishga kirgandan keyin qayerda ishlayman emas, balki men shu yerda ishlamoqchiman va shu yerda ishlash uchun menga qanaqa ko'nikmalar kerak bo'ladi aslida degan savol bilan yondashsak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. O'shalar universitetda o'rgatilmaydimi? Juda ko'p universitetlar o'rgatiladi, lekin
man o'zimni кейsimni aytaman, boshqa bir o'qishlarni bilmayman, lekin ko'p bilganim universitetdagi nazariya bilan amaliyot o'rtasida jicha tafovut bor. Jicha xolosmi ish qiladi. Balki ko'proqdir. Tafovut bor, shuning uchun universitet ko'proq orqada. Chunki tashkiliy narsalari ham bor, misol uchun amaliyotdan juda orqada. Shuning uchun zamon bilan ham nafas bo'lib, siz endi ishchi kuchi ham bozor bitta. Ularni talab qilayotgan kriteriyalar bor, ular uchun kerakli bo'lgan narsalar bor. Ishga kiruvchidan talab qilinadigan ko'nikmalar kriteriялari bor. Nafaqat mutaxassis, bitta yo'nalishni mutaxassisi, balki undan tashqari ko'proq ko'nikmalar ham bor. Shuning uchun universitetda o'zi yetarli emas deb o'ylayman. Misol uchun men birinchi sizga ishga kirish arafasida suhbatda ham eslayman, yaxshi eslayman. Ishga kirishimga ham asosiy sabab bo'lgan narsa bu o'quv markazidagi bir ishchi o'rniga bo'lgan ehtiyoj, ya'ni muammo bo'lgan. Shu muammoga yechim bera oladigan insonni istalgan, ya'ni qidirilgan. Shu orqali menda shu sohani o'z ustida rivojlanayotganlar orqali networkingim borligi uchun sizga ham meni tavsiya qilishgan. Va shu tavsiya orqasidan suhbatga borganman. Bir oy sinov tariqasida ishlaganmiz, ya'ni natija ko'raylik, keyin ishga olamiz. Chunki bitta suhbatda o'zida ishlama hal bo'lmaydi. Ko'proq nima qila olasiz, shuni ko'raylik, shunga qarab ishga kelishamiz degan gap bo'lgan edi suhbatda. Keyinchalik shu nasib mana shu yildan beri ishlab kelyapmiz. Qiziq narsasi, masalan, siz iqtisod sohasini bitirgansiz, lekin biz iqtisodchi istamaganmiz. Va meni nazdimda, to'g'ri, qaysidir ma'noda o'sha bilimlaringiz kerak bo'layotgandir, lekin iqtisodchilik sohangiz bilan ishlayotganingiz yo'q hozir. Bu degani qolgan ko'nikmalaringiz yoki bizga kerak o'sha hozirgi ish joyingizga kerak bo'lgan sohani, o'sha nima deydi, skilllaringizni qayerdan oldingiz, kim berdi, nima uchun ularni o'rgandingiz? O'zim iqtisod yo'nalishini bitirganman, lekin juda ko'pchilik so'raydi, qayerda ishlaysiz deb so'raganda, shu xususiy ta'lim muassasasida menejer bo'lib ishlayman desam, demak siz yo'nalishingizda ishlamas ekansizda deb aytishgan. Qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin yo'nalishimga aloqador ishlarni ham qilaman. O'sha o'qish davrida 4-kursga yaqin shunaqa o'y bo'lgan, ya'ni atrofimdagi insonlar aynan jamiyat juda ko'p anaqa sohalarni o'rgangan holatda ish topish uchun yoki ishlash uchun muhim bo'lgan ko'nikmalar qaysilar va shularga e'tibor berayotgan insonlar davrasida bo'lganman. Va shu sababli o'sha paytda mana hozir ham juda aktual, juda ko'pchilik mana IT sohasini bilish kerak. U balki shifokordir, balki buxgalterdir, balki har qanday kasb egasi hozir IT ni bilish bitta ko'nikma. Talab qilinadigan ko'nikmalardan bittasi. Lekin qiziq savol tug'iladi. Nega o'zini mutaxassisligi emas, bundan tashqari IT ni ham bilish kerak. IT ga ham alohida yana shug'ullanish kerakmi degan savol tug'iladi, lekin har bitta kasb egasi kasbidan qat'iy nazar bilishga kerak bo'lgan narsalar bor va u narsalar ishdagi uni balki ko'tarilish deymiz yoki rivojlanish desak bo'ladi. Rivojlanishiga asosiy turtki bo'ladigan narsalar bor. Xususan shu IT. Misol Unity'ga birinchi kelganimda u yerda faoliyat daftarda yoki Excel'da yuritilardi va bu juda noqulay. Chunki birorta safarga ketsangiz, markazdagi holat qayerda ketyapti, nimalar bo'lyapti, uni bilmaysiz. Yoki qanaqadir tartibsizliklar yoki oddiygina SMS jo'natish uchun bir kishi kun bo'yi ovora bo'lishligi, shu kabi muammolar bo'lgan. Va shu muammolarga yechim sifatida mendagi bor ko'nikma IT bo'lgan. Vaholanki men iqtisodchiman. Lekin men yillab kod yozishni o'rganmaganman. Zamon rivojlanyapti. Google tomonidan ham bir startap sotib olinadi. Bu startap kodsiz dasturlash degan. Ularning asosiy g'oyasi har bir inson dasturchi.
Dasturchi bo'lish uchun kod yozish shart emas. Har bir inson dasturchi bo'la oladi degan g'oyalari bor va shu g'oya ustida ishlashgan va men aynan shu Google ga tegishli bo'lgan platformani kodsiz dasturlash platformasini ishlatishni bilaman va mana o'sha paytda Unity ga borganimda shu platforma orqali jarayonlarni tezlashtirganmiz, qaysidir takrorlanadigan jarayonlarni yoki bitta ishini juda ko'p vaqtini oladigan jarayonlarni shu dasturga o'girganman. Shu yordamda misol uchun qulayliklar va bitta biznes egasini muammosiga yechim qaysidir ma'noda taklif qilganmiz. Shuning uchun bu yuqori baholangan, chunki uni qiynayotgan muammosini yechganmiz. Shu orqali bitta kasb ish egasi bo'lganmiz. Juda ham menga bir boshqacha tuyulgan va o'shanda suhbat esimda meni ham sizdan so'raganimda, ya'ni qaysi sohani bitirgansiz, diplomingiz bormi? Siz nima qila olasiz? Ya'ni bizda mana hozir Unity'ga ishga oladigan bo'lsangiz, siz nima qila olasiz deganimda, mana ko'nikmalarim bor. Ya'ni Unity'da o'sha avtomatlashtirish uchun, kompyuterga mo'mo narsalarini kirgizib, nazorati uchun, buxgalteriya uchun, mana ishda deya olganligingiz uchun menga bir bingo bo'ldi. Shu inson boshqacha inson ekan. Ya'ni har taraflama rivojlangan inson sifatida ko'rganman. Ya'ni bir kadr istayotganda har kim ham mana shu iqtisodchimi iqtisod, buxgaltermi buxgalter, aytishnik o'sha sohasini узкий professional emas, har taraflama rivojlangan inson istaydi deb o'ylayman. Men sizda aynan o'sha ko'nikmani ko'rganman. Hozirgacha ham ish davomida men juda ham ko'p narsalarda yengillik tortganman deb o'ylayman. Chunki ko'p narsalarni sizni bo'yningizga yuklab qo'yganman. Qaysidir ma'noda, bu uchun uzr so'rayman, lekin qaysidir ma'noda siz buni juda ham mohirona uddalaysiz. Ya'ni qaysidir qiyin deb bilgan narsani oddiygina qilib avtomatlashtirib qo'yasiz yoki oddiygina qilib bitta SMS bilan hal qilib qo'yasiz yoki bitta Telegramdan hammaga jo'natib qo'yasiz o'qituvchilarga yoki o'qituvchilarni shunday ogohlantirib qo'yasiz va oson hal qilish yo'llarini bilasiz. Va buxgalteriya bo'lsin yoki menejmentga aloqador narsalarda ham bu ko'nikmalar yoki bunday soddalashtirishlar va bunday avtomatlashtirishlar bu qanday qilib rivojlanadi va har bir insonga kerak bo'lgan nima deydi, ko'nikmami yoki bilimmi qayerdan olsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu ko'nikmalarni o'rganishimga asosiy sabab bo'lgan narsa, men bitta narsani aytishim kerak. Avval o'zi bu sohalarda bilimlar o'zbekchada yo'q. Misol uchun mustaqil o'rganmoqchi bo'lgan inson, misol o'zbek kontentlardan, misol YouTubedan yoki boshqa bir ustozlardan yangi rivojlangan soha bo'lgani uchun qiyin edi o'sha paytda va hozir juda ko'pchilik e'tibor beradigan, juda ko'pchilik o'rganayotgan mana IELTS yoki ingliz tili shu narsa menga vosita bo'lgan. Lekin juda ko'pchilikda bu oxirgi maqsad. Menga esa bu vosita vazifasini o'tagan va shu orqali men ingliz tilida darslarni kuzatib, onlayn kurslar olib, shu sohani o'rganishga muvaffaq bo'lganman. Shuning uchun ham birinchi navbatda shu qaysi narsalar vosita edi aslida va qaysi narsalar biz o'rganishimiz yoki erishishimiz kerak bo'lgan narsalar, shularga ko'proq e'tibor bersak yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu joyda bitta savolim bor. Hozir O'zbekistonda ish topish qiyin deb o'ylaysizmi? Yaxshi pul topishchi. Ish topish qiyin desak ham bo'ladi, oson desak ham bo'ladi. Qiyinlik tarafi ish beruvchi insonlarga ularning talabiga javob beradigan insonlar kamligi uchun u ish qidirayotgan insonlarga ham qiyin. Lekin agarda ish jarayoniga kerakli ko'nikmalari bor inson bo'lsa, Amerikaga borish shart emas yoki Koreyaga borish shart emas. Shu yerning o'zida o'sha yerda topayotganidan balki undan ham ko'proq oylik yoki undan ham ko'proq mablag' topish imkoniyati ham bor. Misol uchun o'zimni кейsimda Unity'da ishlayman, menejer bo'lib ishlayman. Bundan tashqari masalan bo'sh vaqtimda qaysidir insonlar biznes egalari misol uchun iltimos qilishadi o'zlari uchun dastur yasab berishlikni. Ularda ham muammolari bor. Muammolariga
qaysidir ma'noda yechim berib va qaysidir mablag' evaziga yechim berib, u tarafdan ham qaysidir ma'noda pul qila olishim mumkin. Bir taraf pul topish yoki ish topish jihatidan o'ylaydigan bo'lsak, shunaqa. Va aynan shu insonlar aytadi, sizdaqa bitta kadr kerak. Ya'ni mani shu ishlarimni oladigan, muomalali yoki mana shu og'riq bor, shunga yechim beradigan insonlar qidiryapman deyishadi. Kimga uchrasam qidiryapman deyishadi. Bu yoqda insonlar ish oqtar yuribdi, lekin bu yoqda qidirib yurishibdi. Ya'ni qidirayotganlar bilan turlicha tafovut bor. Shuning uchun demak, men o'ylaymanki, men o'zim ham misol uchun yaqinda Toshkentdagi mana o'quv markazlar forumi ham bo'ldi. Unda ham Alisher Sa'dullayev aytdilarki, o'quv markazlar juda muhim bo'lgan va o'quv markazlar hozirchalik fan o'zini o'qityapti xolos. Bizga shu jihati muhim bo'ldi men uchun. Bizga o'sha ingliz tilini o'rganib bo'ldi. IELTSdan sertifikat olib bo'ldi. Undan keyingi bosqichda u kasbga yo'nalishi, zamonaviy kasbga zo'r muhim bo'lgan ko'nikmalari, shularga e'tibor berish kerak degan narsani aytdilar. Rostdan ham. Keyin mana sizga aytdim taklif sifatida. Biz ham misol uchun bizda juda ko'pchilik ingliz tilidan sertifikat oladi, zo'r ballar olishadi, lekin undan keyingi jarayon to'xtab qoladi. Shuning uchun o'sha jarayonni ulab ketaylik. Men hozir aktual deb bilgan IT yo'nalishlar bor. Har bir kasb egasi bilishi kerak bo'lgan narsa. Shularni qo'shaylik yoki sun'iy intellektdan o'z kasbi yo'lida zo'r foydalanishni o'rgataylik. Yoki boshqa shunga o'xshash muhim bo'lgan narsalarni o'rgataylik degan ko'nikmalarni o'rgataylik degan fikr bo'ldi. To'g'ri, chunki meni nazdimda biz bolalarni faqatgina bilim bilan cheklab qo'ymasligimiz kerak. Avvalambor ularni yaxshi inson, yaxshi fuqaro, yaxshi bir oila a'zosi, yaxshi bir student qilishimiz kerak va o'sha jarayonda undagi insoniylik, mukammallikka intiluvchi, o'zini kashf qiluvchi insonlarni kashf qilaylik va shularga yordam beraylik, yondashish uchun, topish uchun, o'zligini anglash uchun va shu mahoratlarini oshirish uchun. Unda bitta narsa bilan cheklanib qolmasin. Men qo'rqadigan narsa, masalan, shuncha o'quvchilar o'qitdim. Bitta narsani tanlaymiz. Bu 7-sinfdan boshlab, "Hasan, ingliz tili o'qituvchisi bo'lasan, ingliz tili, ona tili, tarix o'qisang bo'ldi yoki mana 3 ta fanda o'qisang bo'ldi." Fanda o'zi yetmayapti va cheklanib qolish yetmayapti. Men aynan masalan o'qituvchilar yoki kimnidir ishga olayotganimda, suhbatlashayotganimda o'zim yaqindan suhbatlashaman, hech kimga ishonmayman buni. Nimaga? Chunki men uchun muhim narsa bu inson o'rganish uchun xohlayaptimi? O'rganishga ochiqmi? Va bitta mana shu ishni qilsam bo'ldi degan narsa xolos emas. Meni ham olaveraman, harakat qilaman. Bundaqa har narsaga qiziquvchanlik bormi, intiluvchanlik bormi, kommunikabilnost bormi, insonlarga yordam berish uchun xohish bormi, insoniylik jihatlari bormi? Juda ko'p narsalar bor uning ichida. Ya'ni o'zini kashf qilgan, o'zi intiluvchanligi, energiyasi bor insonmi yoki yo'qmi? Insonlarga foydam tegsin degan insonmi yoki yo'qmi? Shu jihatlarni nazarda tutganda biz bitta darslarda o'zida cheklanib qolmasligimiz kerak yoki bitta fanda cheklanib qolmasligimiz kerak va aynan shu bugungi sizni bilan suhbatimizda yana bir marta ta'kidlamoqchiman. Nima uchun masalan sizni zo'r kadr deb ko'rsata olaman? Chunki siz faqat iqtisodchi emassiz yoki siz faqatgina bitta soha vakili emas, bir necha sohalarni bir insonda jamlangan insonsiz deb ko'raman. Va ko'pchilik, alhamdulillah, ko'p o'qituvchilarimiz va ko'p atrofimdagi insonlar aynan shunaqa insonlar deb o'ylayman. Chunki shu narsaga intilganman, tanlashda, olishda va Alloh shu insonlarni ro'para qilganligi uchun hamd va sanolar bo'lsin. Va shunday ko'nikmalar hammamizda bo'lishi kerak. Yoshlar, har bir o'quvchi, jamiyatdagi har bir inson shu ko'nikmalarga ega bo'lsa, osongina ish topadi deb o'ylayman. Chunki hammasi deyapti. Siz aytmoqchi, o'zim ham
har doim istayman, lekin suhbatlashganda man undan manuncha pul topsam yoki muncha ishlasam xolos, bundaqa narsaga ega bo'lsam, ega bo'lishni xohlagan insonlar ko'p-u, lekin nima bera olishini o'ylab ko'rmaganlar ham ko'p deb o'ylayman. Shuning uchun avvalambor o'sha protsessda nimalar bera olaman deganga fokus qaratsa, o'zi oqibat sekin kelib chiqaveradi. O'quvchilarimni misolida ham xuddi shu narsani juda ko'p ko'rdim. O'quvchilar o'sha chet eldagi o'z o'rnini topgan, shu yerga qaytib kelib o'z o'rnini topgan o'quvchilarim barchasini nima deydi, taqqoslaganimda ham eng darsda ham hammaga yordam berishga tayyor bo'lgan, maza qilib darsda o'rgangan, har narsaga qiziqib ko'radigan, insonlarga foydam tegsin, o'quvchilarga foydam tegsin deb o'zicha hatto oddiy narsalardan boshlanadi bu. Darsga bu narsalar pishirib kelardi guruhdoshlariga tarqatish uchun, kayfiyatini ko'tarish uchun hazil-huzul qilar edi. Darsdan keyin kimdir qolib ketayotgan odamga yordam berardi. Shu oddiy narsalardan boshlagan. Aynan o'shalar eng zo'r narsalarga erishdida. O'zini boshi bilan darsga kirib ketdi, faqat kitob o'qib o'tirgan o'quvchilarda juda ko'p narsalarni yo'qotib qo'yishdi deb o'ylayman. Shuning uchun ham bugungi maslahatga to'xtaladigan bo'lsak, har taraflama rivojlanishga yoshlarni undab qolgan bo'lardim. Siz nima maslahat berasiz? Men ham xuddi shunday maslahat beraman. Muhimi o'zi juda ko'p narsalarda asliyati yordam berish yoki xizmat qilish. Kimga foydam tega oladi va foydam tegishi mumkin bo'lgan nimalarim bor aslida deb qaraydigan bo'lsak, yordam bera olsak, ular bizda qiymat ko'rishadi, ya'ni bizdan qiymat olishadi va evaziga qiymat berishadi. Shu munosabat ustiga qurilgan deb o'ylayman, deyarli hamma sohada, kasbda yoki boshqada. Shuning uchun ham biz qiymat bera oladigan biri bo'lsak, Xudo xohlasa qiymat ham olamiz. Inshaalloh. Bu juda ham qaltis yoki juda bir hayot qanaqadir meni nazdimda juda ham bir qiyin vaziyat. Sababi siz hamisha kimgadir foydangiz tegsa keyin foyda olasiz degan narsa afsuski bor. Hamisha sizdan foyda kelib tursa keyin siz yaxshi insonsiz. Yo'q, aslida inson bo'lganligingiz, yaxshi inson bo'lganligingiz va hamisha ko'ngli ochiq, samimiy bo'lganligingiz o'zi ko'pchilikka yordam beradi. Va shuni samimiyat orqali qilish, xolis qilishlik juda ko'p narsaga yo'l ochib beradi deb o'ylayman. Ya'ni men buni olishim uchun emas, qilasiz, baribir olasiz o'sha narsani. Yetasiz o'sha yerga. Xohlaysizmi rizqingiz terasiz. Rizqingiz kerak bo'lsa orqangizdan quvib keladi, siz harakatingiz qilsangiz. Faqatgina o'shani xolislik ila qilinsa, juda ko'p narsalarga erishib olsak bo'ladi inshaalloh karim. Suhbat uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.